Biz Luna Solar jamoasi nafaqat yangi mijozlar bilan, balki eski mijozlar bilan ham aloqani ushlab turamiz. Bulardan misol, hozirgi obyektimizga kelganmiz. Bu yerda mijozimiz kichkina muammosi borligini aytgan va undan tashqari bir ikkita savollari bor. Shu savollarga javob berish uchun yetib kelganmiz. Lavha davomida qanday muammo chiqqani va qanday savollarga javob berganini sizga ko'rsatib boramiz. Bu obyektimizni o'tgan yili yozda o'rnatib ishga tushirib berganmiz. Hozir biz buni texnik holatini va mijozimiz aytish bo'yicha ilovadan chiqib ketganini qaytarib yana ilovaga kirgizib qo'yish uchun kelganmiz. Hozir uje ilovani joyladik, onlayn holatiga o'tkazdik. Ayni paytda 315 kW tok ishlab chiqaryapti. Kun davomida 791 chiqargan. E'tibor beradigan bo'lsak, inverterda o'zida ham 3.1 ko'rsatyapti. Ayni paytda chiqarayotgan tokini. Xo'p, kun davomida esa 8 kW dan ziyod tok ishlab chiqargan. Umumiy 8000 kW tok ishlab chiqargan. E'tibor berganinglardek, inverterimiz Afor firmasiga tegishli 5 kW lik on grid sistemadagi inverter. Tomda esa Taostek silikon 2 taraflama 580 wattlik paneldan 9 dona qo'yib berganmiz. Ko'rganingizdek, mijozimizning barcha savollariga javob berdik. Undan tashqari muammosini hal qilib berdik. Lekin mijozimiz talabiga ko'ra, ya'ni iltimosiga ko'ra o'zi bilan intervyu qilmoqchi edik, lekin buni iloji bo'lmadi. Shuning uchun agar sizda ham savollar yoki bo'lmasam shunday sistemaga qiziqishlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki-da pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Savollaringizni, muammolaringizni hal qilamiz, sistemani o'rnatib beramiz.